Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar, aziz yurtdoshlar, mahalla telekanalining muxlislari, xushvaqt ko'rsatuvining ko'rarmanlari. Yil yakuni bugun 31-dekabr sarhisob tariqasida yangi kirib kelayotgan yilga bag'ishlangan xushvaqtning bayram sonini efirga uzatish tadorigidamiz. Demak, bizni kamera va mikrofonlarimiz poytaxtdagi Ofarin restoraniga o'rnatilgan. Aynan mana shu mahobatli koshonadan bugungi bayram shukuhi ufurib turgan xushvaqt ko'rsatuvining bayram sonini boshlaymiz do'stlar. Muhtaram teletomoshabinlar, bugun bayram. Yer kurrasi yangi sanani boshlash arafasida. Kirib kelayotgan yangi 2024-yil bizning yurtimiz uchun ham samarali, baxtli yil bo'lsin. Har sohada, har jabhada ravnaq, taraqqiyot o'zini ko'rsatsin. Yosh oilalar baxt bilan hamjihat bo'lsin. Yosh ulug'larimizga go'zal kayfiyat, sog'lik va umuman yurtimizga mudom tinchlik, omonlik, quvonch, shodliklar tilaymiz. Kirib kelayotgan yangi yilingiz muborak bo'lsin do'stlar. Bugungi fayzli tantanali oqshomimizni ko'tarinki bir kayfiyatda taqdim etish uchun ajoyib san'atkorlarimiz, o'zbek milliy san'ati darg'alari, san'atimiz ustalari, yosh ijrochilarini taklif etganmiz va bugungi fayzli oqshomimizni Lazgi ashula raqs ansamblining jo'shqin raqsi bilan davom ettiramiz. Undan so'ng mehmonlar bilan sizlarni tanishtirishga kirishamiz.
yutuqli, eng mas'uliyatli yilni yakunlayotgan san'atkorimiz, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Azim Mullaxonovga murojaat qilmoqchiman. Azim aka, bayram muborak bo'lsin. Bayram muborak bo'lsin. Rahmat. Yaxshi kutyapsizmi bayramlarni? Rahmat. Yil chindan mas'uliyatli bo'ldi. Ismda ham hikmat kattada. Sizga Azim deb nom qo'yganda bir vaqtlar kelib shu Azim katta dargohda rahbar bo'lishingiz haqida ham bir niyat ketganmi deyman-da. Qanday bo'lyapti kayfiyatlar? Qanaqa yakunlanyapti? Teatrda o'zingizni baribir begona hisoblamaysiz. Yaxshi bo'lyaptimi? Yaxshi bo'ldimi yil? To'g'ri, endi albatta bu teatr men uchun qadrdon teatr. Chunki mana onamlar bu teatrda qariyb 70 yildan ortiq xizmat qilganlar. Otam ishlaganlar teatrda, akam ishlaganlar teatrda. Shuning uchun o'zim ham o'sha eng pilapoyani pastidan boshlaganman teatrda. Ana shu ovoz muhandisini shogirdi bo'lib boshlaganman. Keyin orkestr jamoasida faoliyatimni davom ettirganman. Keyin mana shu vaqt o'tgandan keyin mana shu teatrga, mana shu katta dargohga rahbar sifatida keldim endi. Bunga ham endi harakatlar bor. O'sha o'zim bilgan teatr, lekin o'ziga yarasha mas'uliyati bor. Lekin mas'uliyatlarni birin-ketin yaxshi tomonga yengib chiqyapmiz. Shuning uchun mana o'zim nomimdan qolaversa, teatr jamoasi ham mana kelgan, ustozlarimiz kelgan. Bular ham tabriklashadi. Barcha hamyurtlarimizni, barcha shu teatr muxlislarini fursatdan foydalanib shu yangi yil bayrami bilan chin qalbdan tabriklayman. Xonadonlariga faqatgina yaxshilik olib kelgan bo'lsin bayram. Oilaviy baxt olib kelgan bo'lsin. Albatta barchalarni teatrda kutib qolamiz. Albatta teatrda ko'rishamiz. Teatr muqaddas dargoh. Sizga otamakon, ona maskan bu teatr. O'ylaymanki, mas'uliyat katta, kamchiliklar ham bo'lishi mumkin, lekin yangi yilda gapirmaymiz va yangi yilda bartaraf qilamiz va shu ruhda, shu kayfiyatda o'sha teatrda yangrab, xalq qalbiga jo bo'lib ketgan bir asar bor. Toshkentning nozirning malikasi yanglishmasa. Hijron musiqali. Hijron. Hijron musiqali. Hijron qo'shig'i. Hijron bog'chalarda qizilgullar. Tinglaymiz do'stlar, bayram tuhfasi bo'lsin. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Azim Mullaxonov. Bog'chalarda qizil gullar terganda men dedim sen jononlarni jonon ko'rganda men dedim sen bog'chalarda qizil gullar terganda men dedim sen jononlarni jononim ko'rganda men dedim sen dunyo qadar sevib seni kel jonim kel yonimga Düşat gönül yıllar boyu seni dilmem Dünya kadar sevip seni kel canım ki yanım gel ki Düşat gönül yıllar boyu seni dilmem
alamlarda, hasratlarda seni yoddan saqladim men seni deb kecha kunduz chin bir orzu xohladim alamlarda, hasratlarda seni yoddan saqladim men seni deb kecha kunduz chin bir orzu xohladim dünya kadar sevib seni kel canım kel yonimga kel Düşat ko'ngil yillar bo'yi seni derman dünya kadar sevib seni kel canım kel yonimga Düşat ko'ngil yillar bo'yi seni derman Muhtaram teletomoshabinlar, bayram dasturi davom etadi. Kamera mikrofonlarimiz poytaxtdagi Ofarin restoraniga o'rnatilgan. Mehmonlarimiz biri-biridan go'zal, biri-biridan asl iste'dodlar bayrami bugun. Yonimizda bizni faxr bilan ta'kidlashimiz shart. Doim suhbatlaringizda ehtiyoj sezamiz. Nasiba opajon O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, O'zbekiston televideniyasining birinchi suxandoni, afsonaviy Nasiba xonim Ibrohimova bugun bizda mehmondalar. Bayram muborak bo'lsin. Yil qanaqa yakunlanadi Nasiba? Tolibjon zo'r desam ham bo'laveradi. Nega bunaqa deyman? Chunki har mana shunaqa kun kelganda birinchidan o'zimizni o'sha biz ishlagan paytlarimizdagi yangi yil arafasidagi ko'rsatuvlarni eslaydigan bo'lsak, albatta endi u yer bilan osmoncha farq, buni taqqoslab ham bo'lmaydi. Behisob shukr yurtimizda tinchlik. Bizga qalbimizga qo'shiqlar yarashadi. Ko'nglimizga bayramlar sig'adi. Behisob shukr. Yangingiz muborak bo'lsin. Kelganingiz uchun rahmat Nasiba. Umuman O'zbekiston telekanallari, media olami sizni daraja sifatida qabul qiladi. Boringiz bilan faxrlanamiz. Doim bizning loyihalarimizni aziz mehmoni bo'lishingizni istaymiz. Yil muvaffaqiyatli bo'lsin. Inson sifatida har jihatdan go'zal insonsiz, ko'z tegmasin. Mana shu tomoshamizni Yangi yil shunaqa shukuhli bayramki, odamlar doimo yoshidan qat'iy nazar mo'jiza kutadi. Albatta, yaxshilik umidida, insonning hech narsasi bo'lmasa ham umidi bo'ladi-da. Har qanday ko'rinishda mo'jizalar hamrohingiz bo'lsin. Mana shaxsan bugungi uchrashuvimiz ham mo'jiza. Milliy san'atimizni sizlar kabi san'atkorlarning borligi ham mo'jiza. Demak, xushvaqt mo'jizaviy yangi yil bayrami davom etadi. Bizni o'ng tomonimizda muhtaram san'atkorimiz, ustozimiz, ham olim, ham san'atkor, tarixchi olim, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan xalq ta'limi xodimi hamda O'zbekiston Respublikasi xalq hofizi Hoji Akbar Hamidov, Mahmudjon Yo'ldoshev bugun bizning mehmonimiz. Bayram muborak bo'lsin. Xush kelibsizlar. Bayram muborak bo'lsin. Yangi yilda faqat yaxshi tilak. Eng birinchi navbatda men xalqimizga tilaymanki, birinchi o'rinda sog' salomatlik va ikkinchi o'rinda tinchlik, xotirjamlik. Mana shu ikkalasi bo'lsa, qolganiga kallani ishlatib, aqlni ishlatib, hamma yaxshi rejalashtirgan ishlarni amalga oshirish mumkin. Atrofdagilar bilan, qadrdonlar bilan, hamkasblar bilan birgalikda men xalqimizni mana shu yangi yilda eski avvalgi yilda amalga oshmagan hamma yaxshi tilaylarni amalga oshishini tilab qolaman. Tinchlik, tansihatli, xotirjamlik tilab qolaman. Rahmat. Hammangizga muborak bo'lsin yangi yil. Bayram xayrli bo'lsin. Sizni sahnaga taklif etamiz, deb qo'shiq kuylab berasiz. Albatta. Marhamat. Marhamat.
güzellikte tenhasan, gülşendeki güller arasın. Güzel yavrum, güzellikte tenhasan, gülşendeki güller arasın. Baxtli qulnoq qizlar ishlab barnosan, baxtli qulnoq qizlar ishlab barnosan. So'zingni jon baxsh sen bilbil yo'san, so'zingni jon baxsh sen bilbil yo'san. Ishqim chandan bo'libdi, bir ko'rganda aqlim hayron bo'libdi. Kundan kunga ishqim chandan bo'libdi, har boqishing dilga darmon bo'libdi, har boqishing dilga darmon bo'libdi. Vafodorsan yavrum mehri daryosan, vafodorsan yavrum mehri daryosan. Yuzlaringda doim o'ynar tabassum, dilda shodlik, tilda doim takallum. O'zing lobar, kasbing doim taraflum, mehribonsan, sen odamli donosan. Seni sevdim yüragimden, canımdan, damlari ketmem beni yanımdan. Seni sevdim yüragimden, canımdan, bir damlari ketmem beni yanımdan. Naming o'chmas qo'shig'imda ostonimdan, naming o'chmas qo'shig'imda ostonimdan. Sen shirinsan, sen zuhrosan, laylosan. Sen shirinsan, sen zuhrosan, laylosan. Go'zal yorim, go'zallikda tenhasan, gulshandagi gullar arasın, gulshandagi gullar arasın, 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 arasın. Muhtaram teletomoshabinlar, muhtaram xushvaqt muxlislari, siz Mahalla telekanalida Yangi yil dasturini tomosha qilyapsiz. Yangi yilingiz muborak bo'lsin aziz mehmonimiz, O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov. G'ulom aka, xush kelibsiz. Bayram muborak bo'lsin. Har doim sizga bitta savol berishadi. Yillar sizga ta'sir qilmaydi, yillar sizga kuchini o'tkazmaydi deb o'tkazmasin. Hamisha katta yigit bo'lib, navqiron bo'lib, ijod qilib bo'lishga harakat qiling. Yangi yil tabrigi go'zallarga, xalqimizga. Mana shu o'tirganlarning hammasini oilasiga, hammalariga, butun yurtimizda yashaydigan, yurtimiz vakillariga, millatidan qat'iy nazar hammalarini chin qalbimizdan tabriklaymiz. Chunki yangi yil hamma uchun. Bu yangi yil butun orzu umidlarini ushatadigan yoki orzu umid qilgan narsalarini hayotga tatbiq qiladigan narsa. Avvalambor shu yangi yil bilan hammalarni tabriklaymiz. Hammamizga omad olib kelsin, baxt olib kelsin, uylarimizga to'y tomosha olib kelsin, qo'shiq olib kelsin. Salomat bo'linglar. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. Ah yanmas edim asla, nazing meni yandırdı,
edim şaşla kuzeyim beni yandırdı kuzeyim beni yandırdı kuzeyim beni yandırdı Yedim asla nazin beni yandırdı nazin beni yandırdı nazin beni yandırdı bak sevmeseydim şaşla kuzeyim beni yandırdı kuzeyim beni yandırdı kuzeyim beni yandırdı Yedim asla nazin beni yandırdı nazin beni yandırdı nazin beni yandırdı bak sevmeseydim şaşla kuzeyim beni yandırdı 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 ko'ngil mayus tortding qishning so'ngida bilmam nimang bilan sehrlading qor bugun kuppa kunduz ko'zim o'ngida yana bir yoshimni o'g'irlading qor kechagi yoshligim ertakmi endi 40-qasrimga o'taymi endi kechagi yoshligim ertakmi endi yillar bizni ulg'aytiradi har yangi yil kelganda shukuh bilan tantana qilamiz ammo mana shu tantanalar bizni hayotimizni o'g'irlab boraveradi ammo eng muhimi biz bormiz shodimonmiz sog' omonmiz va ana shu ruhda ana shu kayfiyatda yangi yilda ham hayotimiz bardavom bo'lishini tilaymiz har qaysi ustoz yoniga borganimizda biroz salobati bosadi albatta biroz hayajon bo'ladi biroz iftixor bo'ladi bizni loyihamizda shunday odamlar ishtirok etyapti deb faxrlanamizda mahmudjon aka yil zo'r bo'ldi sizga konsertlar ham qo'ydingiz albatta bu yilgi mana shu 23-yilda men birinchidan 70 yoshga kirdim tabriklaymiz ana endi o'sha 70 yoshga kirishimga shu endi katta yigit bo'libsizda endi katta bo'lib qoldik katta bo'lib qoldik endi men xursandmanki davlatimizda mana o'zimiz ishlayotgan korxona filarmoniya ishtirokchilarning rahbarlariga rahmat deyman shu menga endi shu 70 ga kirganimga Turkiston saroyida chiroyli qilib bir konsertlar uyushtirib xursand qilib endi qo'yingki xursandman shu 23-yil menga juda chiroyli keldi yaxshi keldi xudoga shukr endi men bitta niyat qilamanki O'zbekiston xalqimiz avvalambor eng mehmondo'st dunyoda bizdaqa mehmondo'st xalq yo'q kim bo'lsa mehmon qila olamizda kelinglar qilaveramiz o'zimizda bo'lsa qo'shnidan olib chiqib yediraveramiz shunaqa o'shaning uchun men O'zbekistonimiz xalqiga 24-yilda faqat baxt omad tilayman xonadoniga tinchlik xotirjamlik fayz barakalar yog'ilib kelsin yangi yilda omad tilab qolaman rahmat katta aka sovg'a bitta qo'shiq xo'p bo'ladi jonon qaro ko'zingga so'raman mayli bir yalla bir raqs ko'rishamiz marhamat marhamat sevgi dilga kirgani
o'zim so'ramas ekan ishlardan kechishni yurak xohlamas ekan sochlarda tolayu ko'ngilda bahor edi sochlarda tolayu ko'ngilda bahor edi umr o'tarkan ammo ko'ngil qarimas ekan umr o'tarkan ammo ko'ngil qarimas ekan kuylasam hamon bir qiz jilmayadi olisdan o'ylasam jon o'rtanur dildagi shirin hisdan nigoh uzolmay sira qora ko'z kamon qoshdan ey umr o'tarkan ammo ko'ngil qarimas ekan umr o'tarkan ammo ko'ngil qarimas ekan yo'lin to'sib turish yo'q sezdirmasdan qo'liga xatlar berib ketish yo'q olov bor harorat yo'q iqror bor jasorat yo'q olov bor harorat yo'q iqror bor jasorat yo'q umr o'tarkan ammo ko'ngil qarimas ekan umr o'tarkan ammo ko'ngil qarimas ekan
sevmasa, sevmasa undan o'lgani yaxshi. Sevdirmasa, sevmasa undan o'lgani yaxshi. Ömür o'tarkan ammo ko'ngil qarimas ekan. Ömür o'tarkan ammo ko'ngil qarimas ekan. Ko'ngil qarimas ekan. Ko'ngil qarimas ekan. Elga aziz bo'lgan asrlar bayrami bugun o'zi xushvaqt loyiha sifatida sog'inch va asrlikka mushtarak bo'lgan loyiha. Shu bois biz doim faxrlanamiz, nokamtarlik bo'lsa-da maqtanamiz, chunki bizda haqiqiylar ishtirok etadi deb sizlar bilan yurtni go'zalligi ifoda bo'ladi. Sizlar bilan san'atimiz mavjud. Chunki har qanday o'lchamda biz dunyoni oyga chiqib ketsak ham shu o'zbek bo'lib qolamizda. Shu o'zbekcha kuylashimiz kerak, o'zbekcha so'zlashimiz kerak, o'zbekcha raqsga tushishimiz shart. Bugun ana shu o'lchamlarda muntazam ushlab turgan Darg'alar davramizda bugungi bayram bilan barchangizni tabriklaymiz. Kelganinglar uchun rahmat. Sizlar bilan faxrlanamiz. Chin dildan yaratgan guvoh yaxshi ko'ramiz, e'zozlaymiz, doim kutamiz. Sizlarni bugun bayram bilan tabriklab, o'z o'rnida Bizlarga ham sizlardan bayram tabrigi so'ramoqchi edim. Xayrullo aka, bayram muborak bo'lsin. Kayfiyatingiz a'lomi? A'lo bo'lgandaki, Tolibjon, mana qarang. Eng baxtliligimiz shundanki, yangi yilni kutish arafasida, yangi yilda mana shunday O'zbekistonimizning darg'a san'atkorlarini yig'ib bizni suhbatga chaqirdingiz. Maza qilib gaplashib o'tirib biz hammamiz mana bu yilgi 2023-yildagi bo'lgan muvaffaqiyatlarni esladik. Har bir sohada, san'at sohasida juda katta yutuqlarga erishildi bu yil. Biz bundan juda xursand bo'lamiz, boshimiz osmonga yetib, bag'rimiz to'lib yuribmiz. Mana endi 2024da bundan ham yaxshi kelsin yilimiz. Har bir sohada juda ham yaxshi muvaffaqiyatlar bo'lsin. İnsanlarımız yaxshi niyatli bizni xalqimiz. Yaxshi niyat qilib yuradi har doim. Har doim yangi yilni kutayotganda, yangi yilda yilimiz yaxshi o'tsin, falon ishni qila olmadik, to'y qila olmadik, institutga kira olmadi farzandlarimiz. Mana shularga erishaylik, yurtimiz butun dunyoga tanilsin degan yaxshi niyatlar bilan yuradigan xalqimiz bor. Mana shu xalqimizni, san'atkor do'stlarimizni, hamkasblarimizni hammalarini yangi yil bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Yaxshi kunlarda yana shu qo'shiqlar aytib bularni xursandchiliklariga xursandchilik qo'shib yurish Allohim nasib etgan bo'lsin. Salomat bo'ling. Davrofa, yangi yildan nimalar kutyapsiz? Niyatlar ko'p albatta. Albatta. Avvalambor assalomu alaykum. Mana juda ham xursandman. Mana opa, singillar, aka-ukalar, mana bizni aziz bo'lgan do'stlarimiz mana o'tirishibdi. Naqadar go'zal mana shu bayramlar. O'shaning uchun men endi bu yangi yildan hammamiz faqat yangilik, yaxshilik kutamiz. Bo'lgan narsalar bo'lsin, bo'lmagan narsalar bo'lmasin. Yurtimiz tinch bo'lsin, osoyishtalik bo'lsin. Hamma mana shu xonadonda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, sog'lik, omonlik, baxt, saodat. Hammamiz bir-birimizga oqibatli bo'laylik. Hammaga insof bersin avvalambor. O'shaning uchun mana shu yangi yilni men juda ham yaxshi ko'raman, chunki biz hammamiz mana o'tirganlar ham, mana hozir meni ko'rib turgan bizning muxlislarimiz ham bular shu yangi yildan nimagadir bir narsani kutishadi, mo'jizani. Mana shu mo'jiza bo'lsin. Hammamiz sog' salomat bo'lib niyatimizga yetaylik. Azizlarim, yangi yil muborak bo'lsin. Talat aka, bugun bayram muborak bo'lsin. Men o'tirganlarga doim afsonaviy deb murojaat qilamiz. Siz shu afsonaviy so'zi o'z munosabatingiz qanday? Afsonaviy munosabatimiz juda yaxshi. Avvalo bizni bugungi joyda taklif qilganingizga rahmat sizga, Tolibjon. Hammamizdan sizga tashakkur. O'sha uchun jannat makon O'zbekistonimiz iloyim ko'z tegmasin O'zbekistonimizga.
xalqimizga ham iloyim ko'z tegmasin. San'atkorlarning bitta niyati bor. Tinchlik bo'lsin, osoyishtalik bo'lsin, xalqimiz tinch bo'lsin-da, yaxshi to'ylarga xizmat qilaylik. Talat aka, hozir men afsonaviy degan iboraga, nisbatga qanday qaraysiz deb bekor aytmadim. Sizlar uchalanglar allaqachon afsona bo'lib bo'ldinglar. Mana shu uchlik yillar o'tgan sari ko'rkamlashib, mahobatlashib, yanada yoqimli bo'lib boryapti. Ana shuni isboti tariqasida bir vaqtlar kuylaganingiz va Mamro opamni o'zlarining nomiga aytilgan bir qo'shiq bor. Po'lat Mo'min so'zi bilan yashman. Keling, shu bayram bugun o'zlari aytganda mo'jizalar bo'lish kerak, kichkina bir ofarin, shu qo'shiqni iltimos qilmoqchi edim. Birgalikda tinglaymiz do'stlar. Bayram muborak bo'lsin. Marhamat. Hayronun olurum ben, ey rakasa sanatçıdan. Hayronun olurum ben, ey rakasa sanatçıdan. Sözlerim gülmez, şakona kalatinden. Sözlerim gülmez, şakona kalatinden. İşten çabuk uyuyacağım, miler güler uyuyacağım. İşten çabuk uyuyacağım, miler uyuyacağım. Baktığımda bakmışacağım, aklımda kovatacağım. Baktığımda bakmışacağım, aklımda kovatacağım. Çaparırsan, kumrum çalar çepekler, gayret-u hayretinden. Könlüm çalar çepekler, gayret-u hayretinden. Mu'min jahannash giley, san'at omadin.
Kayfiyatimiz a'lo do'stlar. Bugun bayram, yurtda bayram, bugun bayram. Bayram dasturimizda O'zbekiston xalq artisti, jumladan qanaqa yulduzlar bir-ikkitin gaplashamiz. Iltifot tariqasida o'zbekona bir lut bilan ayollarga e'tibor qaratamiz. O'zbekiston xalq artisti, o'zbek milliy san'atimiz nuktadoni Zamira xonim Suyunovaga murojaat qilmoqchimiz. Zamira opa, xush kelibsiz. Bayram muborak bo'lsin. Kelganingiz uchun rahmat. Xushvaqt bo'ladi. Salomat bo'ling. Mana bolaligimizda Qorbobo, Qorqiz qahramonlarimiz bo'lardi. Lekin odamzod, men ko'p bora takrorlayapman, baribir odamda umid bo'laveradi-da, ishonch, bir mo'jiza bo'lishini istaysan, bir yaxshilikni kutasan. Hali ham shunaqa bir sizda ham shunaqa bo'ladimi, shunaqa bir kayfiyat, bir mo'jiza, nimadir kutish yangi yildan, nimadir xohishlar? Albatta, inson baribir yaxshi narsalarni o'ylasa, bir ezgu tilaklar qilsa, baribir o'sha niyatda bu. Niyat ketdi deyshadi-yu. Demak, yaxshi tilaklar, yaxshiliklar o'ylasa, o'sha yaxshiliklar yana davomli bo'ladi deb o'ylayman. Mana shu bayramga taklif etilganimda juda xursand bo'ldim. Kayfiyatim ko'tarildi. Demak, hamisha hammaga yaxshi kayfiyat tilayman. Yangi yil hammamizga oilaviy xotirjamlik, qalb xotirjamligini olib kelsin, Xudo xohlasa. Katta rahmat. Bayram muborak bo'lsin. Marhamat, sahnaga taklif etamiz sizni. Qadrli yurtdoshlar, bayram shukuhidagi bayramona kayfiyatli yangi yil bazmiga bag'ishlangan xushvaqt davom etadi. Bugungi bayram oqshomimiz mehmoni el suygan san'atkor
Urshidbek Rasulov, xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Rahmat. Assalomu alaykum barcha vatandoshlar. Hammalaringni kirib kelayotgan 2024-yil bilan chin yurakdan tabriklayman. Yangi yilimiz qutlug' kelsin vatanimizga. Yana nima deyman? Xushvaqt ko'rsatuviga uzoq umr tilayman. Boqiy bo'lsin, umri boqiy bo'lsin. Katta rahmat. 2023-yil munosib yakun topdi. Albatta armonlar bo'ldi, yo'qotishlar bo'ldi. Nimalardandir ko'nglimiz to'lmadi. Daroqi xususan bizni xushvaqtimiz loyihasini mavzulari bo'lgan ulug' san'atkorlarimiz mana shu 2023-yilda bu dunyoni tark etdi. Jumladan ustoz Sherali Jo'rayev, O'tkir Siddiqov, qiziqchi Mamasidiq Sheriyayev va benazir san'atkorimiz Nuriddin Hamroqulov. Munosib yashab, o'zlaridan so'ng katta maktab qoldirgan aziz ustozlarimizni, jamiki o'tganlarni 2023-yilda olamda o'tganlarni Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Ular mangu yodimizda va ularni ishini davom ettiradigan munosib avlodlar borligi ko'nglimizda to'ldiradi. Ot izini toy bosar deydi xalqimiz. Ustozoda san'atkorimiz Oybek Hamroqulov bayram dasturimizda. Ko'k choy ichasizmi, qora choy ichasizmi? Bayram oqshomi? Ustosiga farqi yo'q. Juda ham yaxshi. Demak, usta san'atkorimiz O'zbekiston to'g'ri. Respublikada xizmat ko'rsatgan artist G'iyos Boytayev demak bugungi bayram dasturimiz mehmoni. G'iyos aka, yangi yilda odatda siz ham shoularingiz bo'lardi. Nimagadir to'xtab qoldimi? Yo san'atkorlar Mana shu aybdor deb meni ko'rsatmagan. Yo'q. Xudo xolasa yana niyatlar bo'lyapti, yana yig'ilishamiz degan niyatlar bor. Xudo xolasa o'zinglar bosh bo'lasizlar hammanglar birgalikda. Salomat bo'ling, yangi yil muborak bo'lsin. Albatta ekran qarshisida bizni diqqat bilan kutib o'tirgan haqiqiy muxlislarimizga tabrikingiz bo'lishi kerak. Albatta. Biz mana avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz albatta yaxshi ko'ramiz xalqimizni. Mana tinch yurtga mana shunaqa bayramlar yarashadi. Iloyim mana shu yilimiz, hamma yilimiz bizlarga yaxshi kelyapti. Yaxshi o'tyapti. Keyingi yilimiz ham inshaalloh juda chiroyli bo'lib, misol hamma narsaga buyuk bo'lib o'tishini men Allohdan so'rab qolaman. Yurtimizni chin qalbimdan yangi yil bilan tabriklayman. Iloyim hammani xonadonda yaxshilik, tinchlik, to'y bo'lsin. Aziz teletomoshabinlar, muhtaram mehmonlar, kayfiyatimiz a'lo. Bugun yangi yil kirib keladi. 2024-yil baxtlar yili bo'lsin iloho. Yil mobaynida ko'rishdik. Xushvaqt hafta mobaynida sizning xonadoningizga kirib bordi. Har gal xushvaqt kirib borganida katta umid bilan nihoyatda ishongimiz keladi. Vaqtingiz xush bo'lganligiga. Albatta shunday bo'lsin. Siz sog'inganlar, siz kutganlarni ko'rish kayfiyatga chog'lik bag'ishlaydi. Yana yangi yil mobaynida ham sizlar ila yil mobaynida birga bo'lamiz degan umiddamiz. Ana shu qator ko'rsatuvlarimizda muntazam ishtirok etib kelayotgan san'atkorimiz, bugun yangi yilga chorlaganimiz ajoyib xonanda ustoz Salohiddin Azizboyev kuylaydi sizlar uchun.
Aziz yurtdoshlar, davom etamiz. Bugun bayram, kayfiyatimiz a'lo, shukuhdamiz. 31 dekabr bu oqshom har yili odatdagidan o'zgacha bo'lyapti. Bu gal ko'rsatuvimizni studiyada emas, muntazam olib boriladigan mana shu mahobatli Ofarin restoranidan olib boryapmiz. Hamkorlik qilish niyatimiz bor. Yangi yil mobaynida ham bu yerda kattaroq, mahobatli, qiziqarliroq shoularni tasvirga olamiz degan umiddamiz. Hozir esa o'sha kayfiyatda, o'sha ruhiyatda musiqiy ketma-ketlikni aziz san'atkorlarimiz ijrosida davom etamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin azizlar. Yangi yil bayramimizni O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Izzat Ibrohimov davom ettiradilar. Aziz ustozlar, san'atkorlar, yana bir bor xush kelibsizlar. Latofatli ayollar, kirib kelayotgan bayram muborak bo'lsin. Yangi yil go'zal, eng shukuhli bayram. Bolalikdan shu yoshimiz nechiga bormasin, bir quvonch, shodlik, mo'jizalar kutamiz-da. Mana yana bir mo'jiza bugun mehmonimiz qachondan beri ko'rishamiz dedik. Mana va nihoyat Samarqanddan xush kelibsiz davramizga. O'zbekiston Respublikasi xalq artisti, Tojikiston Respublikasi xalq artisti Mardon Mavlonov do'stlar bizda mehmonda. Yangi yilni qanday kutyapsiz? Samarqandda kayfiyat qalay odamlari? Kayfiyat hamisha a'lo. Men xohlardimki, ilohim mana shu kelayotgan yangi yilimiz hammamizga baxt olib kelsin. Nimaiki o'sha qalbimizda to'rida o'sha jamg'arib turgan bo'lsa, o'sha ijobat bo'lsin deyman. Hammamizga mana shu yangi O'zbekistonimizga ko'z tegmasin deyman. Yangi yilimiz hamma vaqt muvaffaqiyatli yil bo'lsin. Zo'r yil bo'lsin, eng zo'r yil yangi yil bo'lsin. Rahim yangi yilda dunyoga sayqal bergan Samarqand, umuman O'zbekistonimizda go'zalliklar, shukuh. Qadrli do'stlar, davom etamiz. Bayram muborak bo'lsin. Bayram shukuhi lim-molim bo'lgan xushvaqt. Ko'tarinki kayfiyatdagi xushvaqtimizda milliy san'atimizni benazir yulduzlari, bu gapni qo'rqmay aytish mumkin. Ba'zida hatto buyuk degan gaplarni ham bugun bemalol ishlatish kerak, chunki odamni borligida aytishimiz kerak-da. Dam g'animat, odam g'animat. Xullas, yangi yil muborak bo'lsin. Bizni muhtaram ustozimiz, O'zbek media, O'zbek televideniyasining asoschilaridan biri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, birinchi suxandonlarimizdan, haqiqiy teleyulduz, haqiqiy yulduz Nasibaxonim Qambarova bugun bizga mehmonlar. Nasiba xush kelibsiz. Boringizga shukr. Ko'rib juda xursand bo'ldik. Bayram muborak. Rahmat Olibjon. Men ham o'z vaqtida butun tomoshabinlarimizni yangi yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hammaning xonadonida albatta doimo xushnudlik bo'lishini tilayman. Keyin mana shu xushvaqt ko'rsatuvni bayramona qilish uchun hormay, tolmay mehnat qilayotgan bu ijodiy kollektivga ham bardavom bo'lsin deyman. Xushvaqt ko'rsatuvi doimo efirda bo'lsin. Rahmat. Bugun shunaqangi bir ko'tarinki oqshomda o'tiribmiz. Yangi yil kirib keladi, sana almashadi. Munosib tarzda munosib yashadik va munosib tarzda yangi yilni umid bilan kutib olamiz. Albatta, jo'shqinlik, zavq bo'lishi kerak. Mana shu chiroyli, kayfiyatli dasturimizni O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Avazbek Alimov davom ettiradilar. Marhamat. Biz yangi yil ko'rsatuvini efirga uzatyapmiz. Siz mahalla kanalini ixtiyor etgansiz. Efirda xushvaqt. Bugungi mana shu ko'rsatuvga tadoruk jarayonida yoshlar bilan ham maslahat qildik. Kimni taklif qilishimiz kerak, qaysi san'atkorlar kelishi shart, kimni qaysi navbatda e'lon qilamiz va hokazo. Yoshlar Sarbon aka keladimi? Sarbon aka. Sarbon aka. Ya'ni bildik, ya'ni Farhod aka. Yaxshi-da, san'atkorni nimadir qo'shig'i, nimadir ijodi bilan chaqirsa ham, sizni ham doim Sarbon aka o'rganib ham o'rganib qo'ygansiz. Ko'p joyda Sarbon aka deb chaqiradi. Demak, Sarbon aka xalqimiz suygan xonanda, mohir sozanda Farhod Saidov do'stlar, Sarbon aka. Bayram muborak bo'lsin. Farhodjon. O'zi Tolibjon Isroilov juda bir to'polonchi ijodkorda. Shu bu nimaga qo'l ursa, fayzli bo'lib ketaveradi. Shu nechta loyiha qilgan bo'lsa, haqiqatan ham xalqimizni qalbidan o'rin olgan. Shunda endi bir kelib qoldi, biz sizni ham gapirib qo'yay. Rahmat. Yaxshi inson o'zi bilmaysiz, lekin shunchalik kuchliligingizni biz bilamiz lekin. Katta rahmat. Xushvaqt ko'rsatuvini o'zim ham muxlisiman. Shu ko'rsatuvga kelsam
o'zingiz xohlagan xohlamagan tarzda ustozi shogirdlarni diydorlashtiradi. Anchadan beri uchrashmay yurgan ijodkorlaringiz bilan yonma-yon qiladi sizni. Shu bir qalbingizdan kimdir 1 yil oldin yo yarim yil oldin o'tgan bo'lsa, o'sha odamni ham ko'rasiz albatta. Bugun juda ham boshim osmonga yetdi. Nasib opamni ko'rib, qarang, o'sha tug'ilmasimizdan oldin sahnada bo'lganlar. Hali ham mana bularni oldida yonma-yon o'tirish ham hammamiz uchun sharaf. Nasib opa, umringiz uzoq bo'lsin. Endi Tolibjon aytdilarki, bizni ustozimiz dedilar. Lekin bizni ham ustozimizligini bilasiz siz. Dutorni shu bizdan yaxshi chaladilar. Kelishim bilan Nasib opa dutor qani deb so'radim. Yonlarda Zamir opam. Zamir opam o'sha bolaligidagi qanaqa ko'rinishda bo'lsalar, faqat shu bitta sir yashiradigan odatlari bor. Nima uchun? Nima dori ichishlarini bizga aytmaydilar. Hamma qarib ketaversin, ular bir xil turaveradilar-da. Rahmat. Yana siz ham shunday jumlada. Bir xil, ha. Men ham o'sha davrdan beri borman. Yigit bitta gapiradi, yigit bitta gapiradi, doim bir xil bo'ladi. G'iyos akam ustoz, Mardon aka ustoz. Sog' bo'linglar, umringlar uzoq bo'lsin. Biz endi yoshimiz katta kichik bo'lishidan qat'iy nazar kasbdagi do'stlarimiz hammamiz. Bu chiroyli misralardan so'ng faqatgina o'zlaridan bitta qo'shiq bo'lishi shart. Buni hech narsa bilan to'ldira olmaymiz. Marhamat. 2023-yil nihoyasiga yetyapti. Hademay bong uriladi. Butun yer kurrasi yangi sanani boshlaydi. Albatta, yangi yil bu bizning e'tiqodimiz bilan bog'liq bayram emas. Bu bizni tafakkurimizni sharhlaydigan sana ham emas aslida. Demak, yil almashayapti. Demak, munosib yashagan yilimizni quvonchlar bilan kuzatib va quvonch, shodliklar ila yangi yilni kutishga haqqimiz bor deb o'ylaymiz. Birozdan so'ng 2024-yilning kirishiga bong uriladi do'stlar. Kirib kelayotgan yil butun yurtimiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun, butun zaminda yashab bugun hayot kechirayotgan o'zbekistonliklar uchun baxtlar yili bo'lsin. Shafoatli, xosiyatli yil bo'lsin. Kirib kelayotgan yangi yilingiz muborak bo'lsin, aziz yurtdoshlar. Nafsing uchun o'zingni har kuyga solmaykan, birovni narsasini omonat olmaykan. Beg'ayratga jannat yo'q, intilganga tole yor. Har nima bo'lganda ham noumid bo'lmaykan. Hayot go'zal chidasang, yomg'iriga qoriga, yana berar yashasang, shukr qilib boriga. Ishonib yo'lga chiqma, birovning tulponiga. Har nima bo'lganda ham noumid bo'lmaykan.
go'zalchida say yomg'iriga qoriga yana berar yashasang shukur qilib boriga ishonib yo'lga chiqma birovning tulponiga har nima bo'lganda ham noumid bo'lma ekan go'zalchida say yomg'iriga qoriga yana berar yashasang shukur qilib boriga ishonib yo'lga chiqma